Aziz tinglovchi, bu voqea sizni beixtiyor yig'latadi. Chunki u haqiqatan da ta'sirli va hayratlanarlidir. Biz odatimizga muvofiq ravishda bugungi kunimizni bezab beradigan hodisani o'z egasidan, ushbu voqea boshidan o'tgan kishidan tinglaylik. Shunda u yanada ta'sirli yangraydi. Men vodiylikman deb boshlaydi so'zini bizga ushbu voqeani hikoya qilib bergan do'stimiz. Bir necha yillardan buyon Qo'qondan Toshkentga mashinada qatnayman. Allohga hamd bo'lsinki, yoshligimdan namozga qattiq bel bog'laganman. Shuning uchun bo'lsa kerak, ba'zi paytlarda nochor insonlarga yordam berishga odatlanganman. Bir kuni Qo'qondan Toshkentga kelayotganimda uydagilar bilan Buxoroga o'tishni rejalashtirdik. Yo'lga otlandik. Suhbatlashib kelayotgan edik. Angren shahriga kirish asnosida uzoqdan yo'l chetida bir mashina to'xtab turganini ko'rdik va suhbatni to'xtatdik. Sababi odamlardan benzin so'rab zo'rlanayotgan bu kimsaning mashinasida kichik yoshli ikki bola e'tiborni o'ziga tortardi. Ammo nimagadir to men uning oldiga borib qanday yordam kerak demagunimcha, mashinalar katta tezlik bilan uning oldidan o'tib ketishardi. Notanish haydovchi benzini tugab to'xtab qolganligini va yarim soatdan beri mashina to'xtata olmay xunob bo'layotganligini izhor qila ketdi. Men unga 2 litrcha benzin berdim. Bu bilan u eng yaqin benzin shoxobchasiga yetib borishini aytib, minnatdorchilik bildirib, mashinani katta tezlikda shahar tomon haydab ketdi. Men mashinaga asta joylashar ekanman, uydagilarga shunday dedim. Juda ham shoshib turgan ekan. Orqa o'rindiqda bolalari bor edi. Ehtimol biror biri kasaldir. Bu voqea men uchun oddiy bir hodisa, keyinchalik yodimga ham kelmaydigan bir hodisa bo'lardi. Ammo Toshkentda bir kun yurdik. Kerakli narsalarni xarid qildik va ertasiga Buxoro tomon safarga otlandik. Eng qizig'i shu ediki, biz Toshkentdan chiqishdagi benzin shoxobchasiga yetib kelganimizda yonimda pul yo'q edi. Nima bo'lganligini tushuna olmay qoldim. Xotinimga qaradim, u ham hayron. Olgan narsalarimizni yaxshilab hisoblab chiqsak, keragidan oshiqcha matohlarga pul sarflab yuborganligimiz ma'lum bo'ldi. U yoq bu yoqqa kirib qolgan pullarning hammasini to'pladik. Bori yo'g'i 20 litr benzinga pul yetardi. Oldinda bizni katta safar kutar. Faqat Buxoroga yetib olganimizdan keyingina qo'limizga pul tegishi aniq edi. Ungacha nima qilamiz? Qarindoshlarimizdan qarz havola qilarmiz. Biroq 20 litr bilan biron bir kishi Toshkentdan Buxoroga yetib borganini eshitganmisiz? Xullas, benzin quyiladigan joyga yetganimizda horg'in bir holatda qo'limdagi pulni uzatdim va 20 litr dedim. Shunda bir basavlat kishi benzin quyuvchi qizga qaratib bakini to'ldirib qo'yilaring dedi. Davomidan pulni qaytarib berishni buyurdi. Hayron bo'ldim. Mashinaning baki to'lgandan so'ng bir chetga o'tib, haligi tushunarsiz harakatlari bilan meni hayron qilgan akaning oldiga bordim. Tushunmadim. Bu nima qilganingiz deb so'radim. Yo'q, shundoq bir niyat qilgandim degan javob yangradi. Nega endi faqat menga deb so'radim. Chunki men faqat bittagina mashinaga quyib beraman deb niyat qilgandim dedi xotirjam holda. Men savolimni qat'iy qo'ydim. Aka, tushuntiribroq gapiring, nimalar bo'lyapti o'zi? Bilasizmi oshna deya oxiri bo'lib o'tgan voqeani hikoya qilib ketdi haligi kishi. Men shu benzin shoxobchasining boshlig'iman. Bir jiyanimiz bor. Kecha Angrendan tashqarida benzini tugab qolib menga telefon qildi. Aka, kimdirini tez yubormasangiz bo'lmaydi. Men benzin shoxobchasiga yetib borishim uchun kamida 10 kilometr yurishim kerak. Mashinalar umuman to'xtamayapti, iltimos dedi. Odam yubordim. Endi o'zingiz o'ylab ko'ring. Toshkentdan bir mashina borgunicha qancha vaqt ketadi? Lekin birozdan so'ng u menga yana qo'ng'iroq qilib, xotirjam bo'lishimni, bir yaxshi inson unga 2 litr benzin berganligini aytdi. Yaxshiyam o'sha odam to'xtagan ekan, 2 yoshli bolasi qattiq shamollagandan doktorlar vaqtida yetib kelibsiz. Aks holda unga yordam berishimiz qiyinlashardi deyishibdi. Bu xabarni eshitgan zahotim o'zim niyat qildim. Ertaga ishga chiqqan zahotim ko'zimga ko'ringan birinchi mashinaning bakini benzin bilan to'ldirib beraman. Siz kelib qoldingiz, vaqtingiz bor ekan. Men ko'zimda yosh bilan yordam ko'rsatilgan mashina ko'k rangda, ichida 2 bolasi bormidi deb so'radim. Qarshimdagi janob ha qayerdan bilasiz dedi. Unga benzinni men bergan edim dedim. Benzin shoxobchasining boshlig'i ko'zlaridan yosh quyilib ketdi. Subhanalloh, yo Rabbi, Alloh hakim zot, chevar zot, yo'qdan bor qilgan xalqatini o'zi idora qilishni yaxshi biladigan zot. Ikkalamiz uzoq vaqt jim turib qoldik. Chunki azizlar, bu bo'lib o'tgan ajib voqeaga biron bir izohning hojati yo'q edi.